Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun yakshanba Farg'ona moshina bozoridan arzonchiroq, yaxshi holatdagi Damas'larni olib qo'yishga harakat qilamiz. Yangi eski Damas'larni butun holatdagi narxlar bilan ulashib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun Farg'ona moshina bozoridamiz. Yaxshi holatdagi Damas'lar qo'yishda davom etamiz. Bitta Damas'imiz chiqib qoldi. 2019-yilda chiqarilgan ekan. Kraskalari deyarli toza ekan. Mashina tayyorda petnoschasi bor ekan. Qolgan joyi toza. 2009-yil hisob ma'lumot deyishyapti. Sentr zamon pultlargacha bor. 153 ming yurgan ekan. Toza pokiza holatda salonlari ham, chexol polliklari bor. Stokalari tortilgan ekan, ko'ringlarga hisob qo'yilgan tayyor holatda ekan. 13 yaxshi diska balonlar bor ekan. Yuritilgan mashina ekan. 2019-yil 153 ming yurgan ekan. Hisob ma'lumot hamma yo'g'i bor. Qo'llariga yog' tushmagan, yog' chiziqlari yo'q. Kraskasi shu qanotini kapallagan tayda bor. Qolgan joyi toza ekan. 2009-yildagi chiqarilgan mashinamiz oxirgi narxi 5 mingga qo'shilsa berishar ekan. Qiziqqanlar uchun 94lik 139 50 55 nomerga telefon qilaverasizlar. Bundan qiziq mashinalarni qo'shib davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta Damas'imiz chiqib qoldi. Dehqondan ekan. Ma'lumotlar qanaqa aka? Mashinamiz 19/20. Mana ichida bir qarich kraskasi bor, radnoy detalga. Mashinamiz polni shumka. Mana savon holatlarini ko'ringda. Polik chexol hamma yo'g'i bor. Yurgani 177 ming. Oynalarimiz stiklopodiyomlik. Motor rasxodlari yo'q, mos motor korobkalari tiniq. Salon holatlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Salon holatlarimiz ham o'ta ideal, yangi chexollar, oriq chiziqlari yo'q. Orqa holatini ham ko'ringda. Mashinamiz olasan, minasan degan mashina. Puli ham o'ta arzon. Musofirda yurgan akalarimiz ham olsa bo'laveradi buni. Necha bo'lishi endi aka? 5,5 o'tib beramiz deyapmiz. Telefon qilishsin, aloqaga chiqsin. Telefon raqam 90lik 098 0975 aloqaga chiqishaversin. qilaverasizlar akalar. Yaxshi holatda hisob ma'lumot ekan. O'zlarining nomida ekan. Qo'qonda mashinasi. Telefon qilaverasizlar. 2019-yil 19/20 ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi mashinamiz 2020-yilda chiqarilgan ekan. Kraskalari mutlaqo toza ekan. Polning krugovi shumkada deyishyapti. Tayyor mashina 2020-yilda chiqarilgan. Stokalar o'ralgan, patologlar o'ralgan, chexol pollar kiyizilgan, toza pokiza holatda mashinamiz. Probeglari 165 ming yurgan ekan. O'ziniki poyxalov probeglar deyishyapti. Hamma yo'g'i bor, tayyor pokiza holatda. Mashinamiz 13 diska balonlarda metan benzinda harakatlanadi. Polni shumka tomlarigacha, pollariga shumka ekan. 2020-yilda chiqarilgan, kraskalari mutlaq toza mashinani 5200 ga qo'shilsa beramiz deyishyapti. Qiziqqanlar uchun 94lik 139 50 55 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Like va podpiska bosishni unutmaymiz. Bundan ham qiziq mashinalar qo'shishda davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta dehqondan mashina kelib qoldi. Aka, ma'lumotlarni bitta berib yuboring. Mashinamizning yili 2020-yil. Mashinamiz tayyor holda. Balonlari yaxshi. Yurgani 110 ming kilometr. Salon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Chexollar bor, stokalar o'ralgan, patologlargacha tayyor, pokiza holatda. Kraskasi mana ko'ra mana shu yerda bor. Qolgan joyi ozgina mana shu yerda ikki xarit joyida bor, qolgan joyi toza. Necha pulga beraveramiz aka buni oxiri? Xudo xolasa 5,5 o'tib beramiz deyapmiz. Oluvchilar bo'lsa 5 mingga sal qo'shilsa berib yuboramiz. Pul zarar. Telefon raqam 94lik 139 57 55. Aloqaga chiqasizlar aka. Akalar, like va podpiska bosishni unutmaymiz. Bundan ham qiziq mashinalar qo'shishda davom etamiz. Dehqondan 2020-yil bitta petnosi bor ekan. 5 mingga qo'shilsa berishar ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, arzonchiroq narxda Damas so'raganlar uchun foydasini berishga Damas oldik. 2020-yil kraskalar shu kapalagida bor ekan xolos. Qolgan joyi toza. O'zimiz oldik. Bugun Farg'ona moshina bozoridan ertalab stokalar o'ralgan, chexol poliklari bor, patologlargacha tayyor holatda. Mashinamiz 110 ming yurgan, dehqondan olingan. Moshina bozorda turibdi. 13 diska balonlari bor, mashinamiz metan benzinda harakatlanardi. Kraskalari shu kapalagida bor ekan xolos, qolgan joylari toza. O'zimiz tekshirtirib oldik. Mashinamizni oxirgi narxi 5 mingga berib yuboramiz. Arzonchiroq, toz 20 so'raganlar uchun. Qiziqqanlar uchun 94lik 139 50 55 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Like va podpiska bosishni unutmaymiz. Bundan ham qiziq mashinalar qo'shishda davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta Damas'imiz chiqib qoldi. Ajoyib rang ekan, tayyor holatda ekan. Dehqondan ma'lumotlar qanaqa edi aka? 2024-yil, kraskalari top toza, 26 ming probeg. Salon holatlari ham yaxshi holatda ekan akalar. Probeglar 2026 ming yurgan ekan. Kolonka, mikrofon, chexol, polik, ko'rik hamma yo'g'i bor ekan. Stokalargacha o'ralgan. Tayyor holatda barlar qo'yilgan. Ko'riklari bor. 13 diska balonlarda
Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskalar toza. Kraskalar toza. Ikkala oldilari sonsiz ishlar qilingan. Qimmat lampochkalar qo'yilgan. 88 diska, uni chilonlari, shumkalari bor. Maytofon kolonkalari bor. Tepada barlari, pastda barlari, polik chexollar. Minishga tayyor. Necha pulga beraveramiz buni aka kuzatuvchilarga? Xudo xolasa narxini $6800 bo'lsa beramiz. Telefon raqam? Bitta so'radimi aka? Dokumentlardan muammo yo'q. Bo'ldi. Telefon raqam aka? 99lik 019 08 01. Aka telefon qilaverasizlar kuzatuvchilar. Tayyor holatda 2024, probeglari juda ham kam, 20 ming o'tgan xolos ekan. Tayyor holatda. Hurmatli kuzatuvchilar, tayyor holatda 2025-yil Damas so'raganlar uchun salondan bozorga chiqqan mashinalarimiz probeg 735 km yurgan ekan xolos, o'ziniki poy halol probeg deyishyapti. Tayyor holatda navorochinli mashina, chexol polik korix stolkalar o'rnatilgan, kolonka matafonlari bor, qimmat kolonka matafonlar qo'yilgan. Monitor, pultmul hamma yo'q bor, tayyor holatda. O'zish diska raqamlari bor. Tayyor holatda ekan, mashinamiz metan benzinda harakatlanayotgan. 2025-yil 735 km yurgan mashinamizni oxirgi narxi 9000 dan tushib berishar ekan. Qiziqqanlar uchun telefon raqam 91lik 204 55 56 telefon qilaverasizlar. Shu qilaverasizlar akalar. Salondan bozorga chiqqan mashinamiz toza navorochinli 9000 dan tushib berishar ekan. 2025-yil. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta tayyor holatda yangi Damas so'raganlar uchun 2023-yilda chiqarilgan tayyor holatda mashinamizni topdik. 55 ming yurgan ekan, o'zining poy halol probeglarida stokalar yorug' por tushmagan, shilinmagan tayyor holatda ekan. Chexol poliklari bor, patologlar o'ralgan. Tayyor holatda, mashinamiz toza pokiza holatda. 13 diska balonlari bor, mashinamiz metan benzinda harakatlanar ekan. Kraskalar mutlaq toza, 2023-yil, probeglari 55 ming yurgan. Mashinamiz 6800 dan tushib berishar ekan. Qiziqqanlar uchun telefon raqam. Telefon raqam nechida aka? 94lik 464 39 39. Telefon qilaverasizlar akalar. Tayyor 2023-yil, kraskalar mutlaq toza, 55 ming yurgan. Like va podpiska unutmaymiz. Bundan ham qiziq mashinalar qo'yishda davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yangi Damas so'raganlar uchun 2025-yilda chiqarilgan tayyor holatda mashinamiz bir qo'l hisob ma'lumot ekan, hamma yo'g'i bor deyishyapti. 26 ming yurgan ekan, o'zining poy halol probeglarida. Chexol poliklari bor, stokalarga yorug' por tushmagan, polilar ham yaxshi holatda. 13 diska balonlarda ekan mashinamiz. Mashinamiz metan benzinda harakatlanar ekan, tayyor holatda 2025-yil, yorug' por tushmagan. Hatto probegi 26 ming yurgan ekan. Kraskalar mutlaq toza. Qiziqqanlar uchun 7,5 mingdan tushib beramiz. Telefon raqam 94lik 464 39 39. Telefon qilaverasizlar akalar. Bundan ham qiziq mashinalar qo'yishda davom etamiz. 2025-yil so'raganlar uchun. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Labo so'raganlar uchun ma'lumotlar 2023-yil, holatlari yaxshi, kraskalari toza, bir qo'l mashina, yurgan masofasi 43 ming kilometr. Dehqonni o'zidan 13 yumshoq diska balonlarda, mashinamiz butka, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan, butkani holatlari yaxshi. Mos motor korobkalari tiniq. Qiziqqanlarga narxi 7200 dan o'tib beramiz. Amaki telefon raqamingiz necha? Qaysi telefonga aloqaga chiqsa? 93 737 2601. 2601. Aloqaga chiqarasizlar dehqonni o'zidan. Hurmatli kuzatuvchilar, 2015-yilda Labo so'raganlar uchun texnonikalik tayyor holatda dehqondan kraskalar 10% ekan, 408 ming yurgan ekan. Yurib turgan mashinamiz 12 diska balonlarda yangi akkumulyatorlar qo'yilgan ekan. Yaxshi holatda 2015-yil Labomiz. Mashina metan benzinda harakatlanar ekan. Kraskalar 10% deyishyapti. Mashina dehqondan 400 ming yurgan. Nomerlari nechida aka? 91lik Xo'p. 128 99 19. Necha puldan tushib beramiz aka? Dokumentlari generalniy beriladi. 2 yil 2 oy qolgan o'tkazib beramiz. Necha puldan tushib beramiz aka? 5100 dan. 5100 dan tushib beramiz sizlar obunachilaringga. 2015-yil 10% kraskasi bor. Labo so'raganlar uchun akalar aloqaga chiqarasizlar. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Matiz so'raganlar uchun Matiz Prostoy tayyor holatda 2014-yil bitta kapalarda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza tekshirtirib olavergansizlar. Bemalol. Probeglari 278 ming yurgan ekan, o'zining poy halol probeglarida. Mashinamiz tayyor, toza, pokiza holatda ekan. Stokalari ham a'lo holatda turibdi. Mashinamiz
2014 yil bitta petnosi bor deyishyapti. Kapalagida tekshirtirib olaverasizlar tayyor holatda. Oxirgi narxi 3500 ga bera boshlar ekan. Qiziqqanlar uchun telefon raqami nechida aka? 883 90 milli 883 36 76 36 76 aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor holatda Matiz Shiholi 2014 bitta petnosi bor ekan. Kapalagida tekshirtirib olaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, 2010-yilda chiqarilgan Damas baraka bo'ldi. 745 nomer. Kraskalari 10-15 foiz bor deyishdi. Albatta yaxshi holatda ekan. Tayyor holatda 2010 mashinamiz baraka bo'ldi. Salon holatlari ham yaxshi holatda ekan. ...2010 yil Damas 3000 ga baraka bo'ldi. Yaxshi holatda, olganga ham sotganga ham barakasini bersin.